Yana bir marta assalomu alaykum hammaga. Xo'p, kecha menga savol tushdi. Bolalarni qay tariqa bolalarni onasidan boqib sutini olish mumkin degan. Ya'ni bir vaqt o'zida ham bolasini boqsin onasi, bir vaqt o'zida sutini ham olsin. Xo'p, men yengil narsani har safar telefon qilganda, har safar echki boquvchilikka o'rgataman. Mana endi video ham qilamiz. Mana bular kechqurun ajratib qo'yilgan. U yotgan, sotilgan. Bu sotilgan. U sotilgan. Lekin mana egalarini kutyapmiz olib ketishlarini. Men eski o'sha birinchi mavzuga qaytaman. Kechqurun albatta echkilarni bolalarini bir haftadan keyin ajratish yo'lga qo'yinglar. Ajratib qo'yganinglardagi ertalab onasini yelini sutga to'ladi. To'lgan sutni sog'ib olib, keyin bolasini tagiga qo'yib yuborasizlar. Kechqurun ham обязательно bir peli bo'lsa ham sutini sog'ib olasizlar. Bu shart buni qilish. Kechqurungi sog'inni ham bir peli bo'lsa ham sog'ib olasizlar va birozdan keyin bolasini qamab qo'yasizlar. Shu tariqa davom etib bolalari o'zi avtomat ravishda sekin-sekin 1,5 oy 2 oyda sutdan chiqib ketadi. Orasiga ozgina yem tashab qo'yasizlar. Suvi bor. Bo'ldi mana. Yaxshi o'syapti, yomon emas mana, holatlari yaxshi mana. Biz bularni 10 kunlikdan bir hafta 10 kunlik, ba'zilar 12 kunlikdan ajratishni boshlaganmiz. Hatto anu bir haftadan ajratishni boshladik. Sog' bo'lasizlar, salomatsizlar, bizdan uzoqlashmanglar. Обязательно like bosinglar, videoni podelitsiya qilib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Manfaatli bo'lsin, tajriba bo'lsin. Rahmat.